Body of Play kanalı va Brain Rot Hall deb nomlangan o'yinga xush kelibsiz. Telegramda ushbu o'yinlar razrabochkini kanalidan anchadan beri kuzatib boraman. FNAFga o'xshagan o'yinlarni remake qilish bilan shug'ullanadi va hozir qanaqadir bir trenddagi o'sha Brain Rotlarni aralashtirib FNAFga o'xshagan o'yin yaratgan ekan. Bu o'yin bilan hozir birgalikda tanishib chiqamiz. Agarda siz yaxshilab joylashib olgan bo'lsangiz. Men bugungi videoni boshladim. Xullasda o'yinda paydo bo'ldim. Birinchi tun deyapti. Adashmasam men Ehi, pronto ci Ey sei? Allah, svezdamsan? Bene, Ajoyib. benvenuto. È la tua prima notte, giusto? Xush kelibsan. Birinchi Sei tuning, nervoso? to'g'rimi? Tranquillo, basta Asabiylashibsanmi? O'zingni bosib olgin. Ertalabgacha tirik qol, hammasi yaxshi bo'ladi. Assicurati che tutto rimanga Sening vazifang juda tranquillo. Tieni oddiy. d'occhio gli espositori, le Eksponatlarni tekshir, kameralarni ham, tushunding menimcha. Tushunmadim. generatori. Esimdan chiqdi, generator. Oxirgi marotaba bilgashimcha u uncha yomon ishlayapti. Succede qualcosa? Agarda zaryadni urovenini qarab borgin, biron nima nito bo'lsa, generatorda xonasi o'ng tarafingda joylashgan. Vaqtida tekshirib tur, balleriyaga ehtiyot u. Agar u yonsa, u barcha energiyani juda tezlik bilan yeb qo'yadi. What the fuck, ballerina cappuccino. In quel caso spegnila subito. Fidati, Va non lo juda ham tezroq tekshir, generatorda zaryadlab tur, energiyasi qolib ketasan aks holda. Tanto Kameralaring ham o'chib yonadi, kameralaringni ham tekshirib turgin. riavviare il sistema. Per il Qolganlari juda oddiy. Qo'lingdan keladi, davay sog' bo'lgin E buonanotte. va tuning normalni o'tsin deydi. Okay, mana narsalar menimcha hozir FNAF bilan kamerani tekshira olamanmi? Da, kamerani tekshira olaman bolalar. Men bu kamera ekanman, men bu yerda ekanman. Demak, bu meni kameram, ikkita eshik, ikkita eshik yopsak bo'ladi. Ballerina cappuccino. Tung so. Rasmlar. Mana o'sqart lekin bu menga yoqmaydi bolalar. Men uni yoqtirmayman. Bu banditi, bir nimanini, zombini, popunini adashmasam da. Okay. Tashqarini ham aylansam bo'lam. Tashqarini ham aylansam bo'ladimi da? Bizlar o'sha muzeyda qorovliymişmiz. Kelajak zamonda o'sha Brain Rotlarga aytab muzey ochilgan ekan, shimpanzini. Meni ham tomosha qilib bilmayman, bolalar, rekomendatsiyamga chiqib qoladi. Ko'raman-da men Roblox ekan bu yerda, lekin Roblox u Brain Rot emas atashmasam. Bu nima bu? Skibitini tualetinimi? Bo'lish mumkin bolalar. Mana Steve ham sherda ekan-da, Steve. Da bolalar, taniyman Steve'da. Minecraft taniyman. Ba'zi personajlarni, mana FNAF, mana almazli pichoq-michoqlar. Tung. Stuff only. Bu nima edi bu? Audio device system restart yap. System restart balleriyani yo'q, kamera sistemasi, audio sistema reboot al hammasini. Xullasda tushundim. Kameralarimiz ishlamay qolsa, mana sharaki bir restart berar ekanmiz demak, ha? Soat 5 bo'lyapti. Tung. Og'zi boshqacha yirtilgan, buni og'zi boshqacha ochiladimi deyman-a bolalar? Da bo'lishi mumkin. 559. Men hali o'rganishga isbot qilmadim. 559 bo'ldi. Birinchi tunda tugatdikmi deyman. Birinchi tunda bizga hech kim hujum qilmadi. Men prosta tanishmoqchi edim. Kim meni o'ldirsa, men bir tashqarini aylanishim kerak, bir atrofda o'rganishim kerak degan bir maqsadim bor edi. Balleriyani yoqsang, eshiklarni tez yopsang, zaryading tez ketadi deydi. Da, yana yarim kechasi bo'ldi. Agar tunimiz mana shunaqa tez tugasa, menimcha bizlar Assassina Cappuccino bilan uchrash yo'q. Agar tunimiz shunaqa tez tugatgan bo'lsa, bizlar menimcha o'yinni tezroq yutamiz bolalar. Bu nima edi? Mona Lisa'ni what the fuck? Menimcha to'xtatishim kerak bolalar. Sizlarga ham yoqmayapti, ha? Oxirgi marta. Ballerina cappuccina. Da, men bu yerda nima bor ekan bolalar? Da, bizlar energiyamizni ko'paytirib olsak bo'ladi. Lekin qaranglar, odatiy FNAF o'yinlarida bizlar kameraga ehtiyot bo'lishimiz kerak. Men bu yerga borgim kelmayapti. Chunki kimdir bizni o'ldirishi mumkin. Kimdirligini hozir kameradan ko'ra olamizmi? Kamera buzildi. Men map toggle. Nima qilyapman men? Men eshikni yopdim, qaysidir eshik yopdim menimcha. Qaysi eshik yopdim? Eshik yopdimmi? Davay kameraga reboot beraylik.
kameraga men berdi reboot beriladi. Men juda asta ishlatganim sezyapman, chunki FNAF o'yini o'xshagan o'yinlarda no bir Instagramda reels ko'rdim. Sizlar ham ko'rgansizlar, yo'qmi? Qaraydi, atrofga qarash kerak, kamera qarash kerak, atrofga qarash kerak. Men bu temp bilan menimcha bugun o'ylaman, o. Qahramonim to'yist. Kamerani tekshirishim kerak. To'g'rimi? Banditi bir bu yo'q, bu joyda yo'q, u qayerda? What the fuck? Hardcore. Da bolalar, men mana atrofda o'rganmoqchi. Tung sen Nokia'mi? Tung. Определись qilib, qaysi birisan? Atrofda o'rganmoqchi edim. Vaqt tugab qoldi. Ovoz eshitilaver ekan lekin. Короче, men bu yerda svet o'tsa generatorga berib kelamiz. U koridor boshlanishida kameralar. To'g'rida tung. Men bu ballerina. Bular ham menimcha menga hujum qiladimi? Da bu ham menga yoqmaydi. Buni ham mana Osiyamon adashmasam, to'g'rimi bolalar? Asujdayu men bular hammasini nafratlanaman, hech qaysini men qo'llab quvvatlamayman. Mana zombi. Zombini bombi. Mana kim? Banditi. Kalamushi. İsimden çıktı namı bunu. Ben bir de Minecraft'ın mı bu yaptı? Hanıydı? Hayırdadır Minecraft bu yaptı o değil? Bu eminim bana öldürdü lekin. Maşa sıkırt öldürdü trallallayla. Bana onun siyagi ham var ekan. Siyagini nimasi bo'lsa kerak, rasmi bo'lsa kerak. Okey, birinchi tun bizni hech kim o'ldirmadi-yu. O'rganib ko'raylik. Prikolna lekin. Da mana deyapman. Da bu Minecraft'ın Mario'mi? Minecraft'dan Mario adashmasam, to'g'rimi? Ton. Brang. Chimpanzee. Okey, kartamiz unaqa katta emas ekan. Bizda ikkita qulflashimiz mumkin bo'lgan eshik, ballerina tarafdagi eshik qulflashimiz mumkin, keyin mana bu tung tarafdagi eshik qulflashimiz mumkin. Bizda asosiy dushmanimiz adashmasam mana bu isqirt, bu yoki manberdan keladi bizga yoki chap tarafdan keladi. Ulas kamerada ko'rsak bizlar uni chalg'itib, o'zini joyiga qaytarishimiz uchun play audioni ishlatayotganmiz. Men Telegramda o'yin razrabochga yozgan gaplar o'qib qoldim. Xullas qaytarishimiz kerak, tirik qolishimiz kerak, generatorda bizlar yondirib turishimiz kerak. Xullas menimcha tushundim bolalar. Menimcha qanaydir tushunchaga ega bo'lmay, hozir men o'lib qolaversam menimcha uncha No. Men senga yomonligim yo'q aka. Men o'zimda shimda qilaman qorovullik. Sen o'zingda shingda qilasan, tualtingda ichida o'tirasan aka. Menimcha sen bilan yaxshi kelishib oldik. Okey, bir şey ham bo'ldi. Ozroq tirik bo'lsak bugun da bo'l normal. Ikkinchi tun bolajonlar, mehribonlar, xullas kamerani tekshiramiz. Men berdaman mana isqirt boya meni o'ldiruvdi. Bilmadim bizni o'ldirishga kimlar kelishi mumkin, lekin har ehtimolga qarshi biz hamma narsani strafovga qo'yishimiz kerak. Mana isqirt ham qochishi mumkin, lekin mana isqirt ham qochishi mumkin. Bu joyda qimirlamay turibdi. Bandito o'zini o'rnida turibdi. Da, FNAF degan o'yinlarda bolalar eng asosiysi bu nima bu? Quvurlar. Mana yo'qoldi joydan. Daman bu yerga kelyapti, bu qaranglar yaqinlashyapti. Davaychi men o'zini o'rniga qaytaramiz. O'zini o'rniga qaytadimi? Da o'zini o'rniga qayta ekan. Kameram buzildi. Boyagi trallallayla o'zini o'rniga qaytdi. Men kamerani bu yerda reboot beraman. Exitni bosib turish kerak. Bu yerdan sirazi chiqmay ekan. Kameraga reboot beramiz. Kamera tuzalib oladi. Keyin sirazi kameraga qarayman. Keyin energiyani bizlar sharoitini ko'rishimiz kerak. Energiyamiz 77 normalni. Ikkinchi tunda tirik chiqalaman bolalar. Menimcha tirik chiqalaman. Kameraga qaraymiz. Mana yana isqirt qochishga urindi. Lekin qayerda? Lekin quvurlarda ichida adashmasam, quvurlarda ichida. Men 11-kamerani oldiga uni chaqirdim adashmasam. Endi 11-kamerani oldiga keladi. Qayerda men chaqirdim uni? Men qayerga uni chalg'itish uchun chaqirdim, tushunmayapman.
Bilat yo'qotib qo'ydim. Bittan shu bizni oldimizga kelsa, yana bilmam. Davaychi o'zini men play audio. O'zingni nimang oldiga borgin, men energiyam ozroq ko'tarib kelay. What the fuck? Sianoga boshing kerak. Xullas, bolajonlar adashmasa meni qilgan xatoyim o'sha buni o'zini eksponat turayotgan joyiga chalg'itib, ovoz bilan play audioni bosib, o'zini xonasiga chaqirgan vaqtim, buni to qaytib olishini kutishim kerak edi. Men shoshilib, menimcha chiqib qo'yganim uchun u hali qaytishga o'sbet qilmagan bo'lsa kerak. Shunda ham kameralarga ham yuqsat bo'lish kerak adashmasam. Men bu kameraga kelsa, menimcha tamom bo'ldim. Bu yerda eshigini yopibim bo'lmaykan. Map toggle'da bu o'rindan qochdi. Bu uje banditni oldida. Men hozir shoshishim kerakmi, yo'qmi bilmadim, lekin bolalar. Menimcha oldin olib qo'yishim kerak har ehtimolga qarshi. Da bu yerga o'zini uyasini oldiga biza chaqirib qo'yaylik. O'zini uyasini oldiga chaqirib qo'yaylik, keyin bu yoqda kamerani sozlaylik bolalar. Kamerani o'zini holatiga qaytaraylik. Men hozir FNAF degan o'yinlar, FNAF avvallam o'ynagandim. Qaysidir streamda o'ynagandim, lekin umuman oxirgacha men bora olmadim. Endi men hozir o'zimga qanaqadir challenge bo'ladi o'sha FNAF yoki FNAFga o'xshagan o'yinlarda men tirik qola bilamanmi? Da, mana yana o'sha o'zini yo'lidan qaytmoqchi. Da yana biza buni joyiga qaytarib qo'yaylik-da. Endi akkumulyatorimizni ozroq to'ldirgan. What the fuck? Da cappuccinolar bizga avto to'ldirmasa kerak bolalar. Yaxshi. Hech kim yo'qmi? Da, yaxshi. Polni напряжениеda, mana shu FNAF o'yinlar polni to'liq bosim ostida o'ynalish kerak-da. Tralalayla o'zing joyingga qayt isqir. Da, o'zing joyingga qayt. Biz o'zimiz istagan joyga menimcha